Samarqand viloyati pedagogik mahorat markazi maktabgacha va maktab ta'limi tizimida faoliyat yuritayotgan pedagog xodimlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlash, ularning malakasini oshirish va pedagogik mahoratini yuksaltirish bo'yicha tizimli ishlarni olib bormoqda. Pedagogik mahorat markazi o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasidagi me'yoriy huquqiy hujjatlar, davlat ta'lim standartlari hamda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ustuvor vazifalar asosida tashkil etgan bo'lib, markaz faoliyatining asosiy maqsadi pedagog xodimlarning zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish, ularda innovatsion fikrlashni shakllantirish hamda ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik tajribalarni joriy etishdan iborat. Mana bugun mamlakatimizda aynan ta'limga sohasiga bo'layotgan e'tibor juda katta. Buni yaqqol misol sifatida 2025-yil yakuni bilan yurtboshimizning Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida ham ta'lim sohasiga juda katta e'tibor qaratilayotgani va nafaqat ta'lim sohasida pedagogning maqomini oshirish, bugungi kunda pedagogning maqomini oshirish bo'yicha qancha qaror loyihalarini ishlab chiqqanligi, bu albatta biz pedagoglarga yuksak mas'uliyat yuklaydi. Albatta biz pedagoglar bunga labay deb javob bergan holatda mas'uliyat bilan, fidoyilik bilan ertaga biz kelajak avlodni to'g'ri ta'lim tarbiya beradigan bo'lsak, albatta yurtboshimiz bizni oldimizga qo'ygan maqsadni eplagan yoki qanday ma'noda qo'llab-quvvatlagan bo'lamiz albatta. Shuning uchun biz pedagoglarda aynan bizning Samarqand viloyat pedagog mahorat markazimizda ham butun viloyatimizdagi 2026-yilda 14 mingga yaqin pedagoglarning malakasini oshirish rejalashtirilgan. Albatta bunda bugungi kundagi eng so'nggi pedagogik texnologiyalar va sohadagi eng so'nggi yangiliklarni biz markazimiz professor o'qituvchilari o'sha viloyatimizdagi barcha tinglovchilarga, o'qituvchilarga yetkazish ko'zda maqsadda tutilgan. Va buni yaqqol misoli sifatida mana bu hozir o'qituvchilarimizning ilmiy salohiyati oshib borayotganligi, o'quv qo'llanma, darslik, hattoki o'sha monografiyalarni chop etayotganligi ham buni aynan sohada professor o'qituvchilarimizni ham ilmiy salohiyati yuqori borayotganligini dalolat beradi. Aynan markazimizda moddiy texnik bazasini yangilash va qandaydir ma'noda rivojlantirish, zamon talabiga mosligini ta'minlash maqsadida 2026-yilda 10 milliard so'm ajratilgan va yangi 4 qavatli o'quv binolari qurish rejalashtirilyapti. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglari uchun tashkil etilayotgan kasbiy rivojlantirish kurslarida bolalarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim-tarbiya jarayonlari tashkil etilib, inklyuziv ta'lim asoslari bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlar o'tkazilmoqda. Shuningdek, ushbu mashg'ulotlar davomida tarbiyachilarning pedagogik mahoratini oshirish, bolalar bilan ishlashda ijodiy yondashuvni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Pedagog mahorat markazida maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari yo'nalishlari uchun malaka oshirish kurslari har oy davomida tashkil etiladi. Bizga mana shu Samarqand viloyati bo'yicha barcha tumanlardan tarbiyachilar kelib, bir oy davomida o'zlarining bilim, malaka, ko'nikma va mahoratlarini oshirib, o'z tajribalari bilan o'zaro almashib ketishadi. Biz ham mana shu tarbiyachilarga bir oy davomida bilim ko'nikmalarini oshirib borish uchun turli modullar asosida darslar tashkil etamiz va har oy kursimiz yakunida tinglovchilar loyiha ishi, mikrodars va test ko'rinishidagi yakuniy imtihonlarni topshirishadi. O'zlariga o'sha ma'qul bo'lgan mavzularni tanlab, o'sha mavzular asosida taqdimotlar qilib, ko'rgazmali qurollar, tarqatma materiallar, didaktik o'yinlar bilan birgalikda mana shu maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qanday ish faoliyatlarini olib borsa, xuddi shu yo'nalishda mana shu imtihon jarayonida ham o'zlarining pedagogik mahoratlarini ko'rsatib namoyish qilib borishadi. Bir oy kurs davomida biz tinglovchilarga bolalar bilan o'sha individual qanday ishlash kerak, ta'lim jarayonini, markazlardagi faoliyatlarni, frontal mashg'ulotlarni, o'yin jarayonlarini qanday tashkil etilishi bo'yicha o'sha bilim ko'nikmalarini berib boramiz. Bir oy davomida mana shu o'z bilim ko'nikmalarini, mahoratlarini, mana shu markazimizdan kelib o'rgangan tajribalarini o'zlarining davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi har bir yosh guruhlarida mashg'ulotlar jarayonida o'sha bolalarga bilim berish jarayonida qo'llashligi bu yosh avlodning, maktabgacha yoshdagi bolalarning sifatli ta'lim olishiga, ularning kelajakda yaxshi inson bo'lishiga juda ham katta hissa qo'shadi va bu tajribalarni albatta o'zlarini maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'llaydi deb umid qilamiz. Mahorat markaziga kelib, kuchli pedagoglar bilan birga tajribalar almashdik, kuchli o'qituvchilar, o'sha zamonaviy auditoriyalarda bilimlar oldik. Pedagog kadrlar juda ajoyib ustozlarimiz. Hammasi kuchli bilimlar, chuqur bilimlarga ega ustozlar, hammasi salohiyati ham juda kuchli. O'sha bir oy davomida biz
mahorat markazida malakamizni oshirib, o'sha ustozlarimiz bergan bilim va tajribalarga ega bo'ldik. Barchasini maktabgacha ta'lim tashkilotimizga borib, o'zimiz qator tarbiyachilarga ham birgalikda ilinamiz, ularga ham bo'lishamiz. Ustozlarimiz bizga hozirgi kunda bo'layotgan barcha maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'layotgan yangiliklarni, maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'layotgan kamchiliklarni, bolalarni qanday qamrab olish kerakligini, bolalarga o'sha psixologiyasiga qanday ta'sir etishimiz, bolalar bilan individual tarzda qanday ishlashimiz haqida, hammasi haqida o'sha ustozlarimiz bilimlar berdi bizga. Hammasiga rahmat, juda ham katta tajribalarga, katta bilimlarga, salohiyatga ega bo'ldik. Hozirgi kunda o'sha maktabgacha ta'lim tizimimizga inklyuziv ta'lim tizimi ham kirib kelyapti. O'sha inklyuziv ta'lim tizimiga ham juda kuchli yondashdik. Inklyuziv ta'lim haqida ham biz ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endi shu bog'chamizga borib o'sha alohida yordamga muhtoj bolalarga ham bilim berishga, o'sha ular bilan ishlashga, ularni qanday maktabgacha ta'lim tashkilotiga yondashishga, bolalar bilan qanday do'stlashishga, ularning psixologiyasi bilan qanday ishlashga, o'sha hammasini qanday olib borishga shu pedagogik markazimizda bilim tajribalarga ega bo'ldik. Ularni borib albatta qo'llaymiz. O'sha hammamizga ma'lumki, bolalarni maktabga tayyorlashdan oldin o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotining o'rni katta. Biz hozirgi davrda maktabgacha ta'lim tashkilotida 3 yoshdan 7 yoshgacha bolalarni qamrab olyapmiz. Bilim salohiyatga ega bo'lishining o'rnida bog'chaning o'rni juda ham kattada. Nutqini rivojlantirish, qo'liga ilk qadamni tutqazish, o'sha ranglar bilan, sonlar bilan, masalan 1 dan 5 gacha, 5 dan 10 gacha sonlar bilan tanishtirishda ham o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotining o'rni katta. Hurmatli yurtboshimiz ham o'sha maktabgacha ta'lim tizimiga juda katta e'tibor qaratyapti. Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirsak, o'sha boshlang'ich ta'lim ham, boshlang'ich ta'limdan keyingi ta'lim jarayonlari ham mustahkam bo'ladi. Markaz tomonidan maktab ta'limi pedagog xodimlari uchun esa fanlar kesimida zamonaviy o'qitish metodlari, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, darslarni loyihalash, baholashning zamonaviy usullari hamda xalqaro tadqiqotlar talablari asosida ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan o'quv modullari ishlab chiqilgan. Pedagoglar mazkur kurslar orqali o'z fanini o'qitishda yangi pedagogik yondashuvlarni o'zlashtirib, amaliyotga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Mana shu Samarqand viloyati pedagogik mahorat markaziga malakamni oshirishga mana 2026-yilning yanvar oyida keldim. Mana bugun test sinovlari natijalari bo'lyapti. Biz bu yerda markazda, pedagogik mahorat markazimizda o'qituvchilardan juda yaxshi bilimlar, metodlar, usullarni o'rgandik va buni qo'lladik, loyiha ishlari bajardik. Mana bugun test natijalarim, tarix fanidan test natijalarim yuqori ball oldim, 40 dan 34 ta oldim. Bundan juda xursandman. O'qituvchilarimiz, ustozlarimiz o'rgatgan har bitta metodlar, usullardan pedagoglar uchun kerakli bo'lgan hamma bilimlar testlarda tushdi. Buni qo'lladik. Bilimimizni boyitdik. Inshaalloh o'zimning maktabimda ham, o'quvchilarimda ham buni qo'llayman. Albatta malaka oshirish har bitta pedagogning bilim mahoratini oshiradi va o'quvchilarga yangi g'oyalar, yangi metodlar, yangi usullarni olib boradi. Buni har bitta qishloqlarda, tumanlarda va shaharlarda, chekka qishloqlarda ham foydalansa, bu ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Pedagogik mahorat markazida kasbiy rivojlantirish jarayonini nafaqat an'anaviy o'quv mashg'ulotlar, balki seminar, treninglar, mahorat darslari, ochiq darslar, amaliy mashg'ulotlar va tajriba almashish maydonlari orqali ham amalga oshirmoqdalar. Ayniqsa tajribali ustoz pedagoglarning ilg'or ish tajribalarini ommalashtirish, yosh pedagoglarni qo'llab-quvvatlash va ularda kasbiy o'sishga bo'lgan motivatsiyani oshirish markaz faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Malaka oshirishga kelib, shu hamkasblarimdan juda katta motivatsiyalar oldik. Ustozlar bizlarga juda yaxshi bilimlar berdi. Ularga katta rahmat. Ta'lim muassasasidagi barcha sharoitlar a'lo darajada. Hozir imtihonlar bo'lyapti. Loyiha ishlarini topshiryapmiz. Bular ertangi kunda bizlarda maktabgacha ta'lim muassasasiga borganimizda yanada bularni ko'proq qo'llaymiz va ularni hamkasblar bilan almashgan bilimlarimizni
birgalikda qo'llaymiz. Bir yillik majburiy ta'limda ham xuddi shunday bolalar uchun juda katta sharoitlar yaratilgan. Bolalar qamrovi hozirgi kunda juda keng miqyosda olib borilyapti. Eng katta e'tibor shu 1 yillik majburiy ta'limga qaratilyapti, chunki bolalar u yerda savodga o'rgatiladi, o'qish yozishga o'rgatiladi, matematik tasavvurlar shakllantiriladi. Hamma soha bo'yicha rivojlanish amalga oshiriladi. Bola 3-7 yosh oralig'ida bilimning 70% ni egallaydi degan. Shuning uchun biz 3-7 yoshli bolalarga har tomonlama rivojlantirishimiz kerak. Matematik tomondan nutq o'stirishi, savodga o'rgatish, qurish yasash, bularni hammasini bolalar maktabgacha ta'lim muassasasida o'rganib, bilimi oshib boradi. Bizlar shu maktabgacha ta'lim muassasasida asosan katta e'tibor tarbiyachilarga qaratilgan bo'ladi. Shuning uchun bizlarni malaka oshirish markazlariga yubordi. Biz bu yerda ustozlardan, malakali ustozlardan ta'lim tarbiya olib, biz uni ertangi kunda, ya'ni o'zimizning bog'chalarimizda, maktablarimizda qo'llashga qo'llaymiz. Yillar davomida maktabga, aynan oliy ta'limga e'tibor juda ham kuchli bo'lgan, lekin ta'limning boshlang'ich nuqtasi bo'lgan maktabgacha ta'limga, ya'ni bolaning poydevori bo'lgan maktabgacha ta'limga e'tibor juda ham kam edi. Keyingi yillarda bunga e'tibor juda ham kuchli. Buni biz ko'rishimiz mumkinki, aynan maktabgacha ta'lim tashkilotlarini, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan birgalikda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining oshishi, maktabgacha ta'limga qamrovning oshishi ta'lim sifatiga juda ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda kelayotgan tarbiyachilarning ko'zlari ular uyg'oq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ular 1 oylik malaka oshirish jarayonida o'zlarining bilimlarini mustahkamlash, shu bilan birgalikda aynan o'qish jarayonida 100 soatlik malaka oshirish jarayonida o'zlarining loyiha ishlarini bajarishi, test sinovlaridan o'tib 5 yilda bir marta amalga oshiriladigan malaka oshirish jarayonidan o'tib ketishmoqda. Malaka oshirish jarayonida professor o'qituvchilardan, shu bilan birgalikda aynan butun viloyat bo'yicha keladigan mahoratli tarbiyachilardan ham bir-birlaridan juda ham ko'p narsani o'rganishmoqda. Ya'ni biz butun respublikamiz bo'yicha yagona dastur bo'yicha amalga oshiramiz, lekin uni har bitta tarbiyachi turlicha yondashuv orqali tushuntirib beradi. Aynan bir-birlaridan ham juda ham ko'proq narsani o'rganib borishmoqda. Shu bilan birgalikda oy yakunidagi loyiha ishlari orqali o'zlari faoliyat ko'rsatayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi jarayonga o'zlarini yangicha yondashuvlari bilan, yangicha metodlari bilan borishmoqda. Aynan maktabgacha ta'lim sohasida maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini malaka oshirishi, ularni uzluksizligini ta'minlash maqsadida ular 5 yilda bir marta malaka oshirish emas, uzluksiz jarayonda, ya'ni metodik mahorat kuni va metodik mahorat soatlari orqali ham malaka oshirish, uzluksiz ravishda malaka oshirib bormoqda. Ya'ni kaskad usulida maktabgacha ta'lim instituti tomonidan berilgan ma'lumotlarni master trenerlar, joylardagi mentorlar orqali tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotidagi direktor o'rinbosarlari orqali uzluksiz uzoq hududlardagi maktabgacha ta'lim tashkilotlariga ma'lumotlar uzluksiz ravishda yetkazib berilmoqda. Shuningdek, markaz tomonidan pedagog xodimlarning mustaqil ta'lim olishlarini rag'batlantirish, ularning kasbiy faoliyatini tahlil qilish va o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilmoqda. Onlayn platformalar, masofaviy ta'lim kurslari va elektron o'quv metodik resurslaridan foydalanish orqali pedagoglar uchun qulay ta'lim muhiti yaratilmoqda. Virtual laboratoriya xonalarida darslar tashkil etilmoqda. Markazda virtual laboratoriya xonasida turibmiz. Asosan bu virtual laboratoriyada bu ochkilarimiz umumta'lim fanlar, tabiiy fanlar yo'nalishida, ximiya, biologiya, fizika fanlarida virtual laboratoriyalarni kuzatish, tajribalarni tahlil qilish imkoniyatiga ega bu virtual ochkilarimiz. Bu ochkilarda masalan fizika fanida bitta laboratoriya o'tkazishimiz uchun qandaydir internet sahifalaridagi mavjud bo'lgan video resurslarni jonli ravishda kuzatib, tahlil qilish imkoniyatiga ega. Misol uchun biologiya fanida ham xuddi shunga o'xshash laboratoriya resurslari bir qancha mavjud. Ularni ham shu virtual ochka yordamida ko'rib, real yaqindan o'sha jarayondagidek his qilish imkoniyatini beradi. Masalan, geografiya fanida ham xuddi shunday bir qancha o'sha virtual jarayonlarni kuzatishimiz mumkin. Ushbu virtual ochkilarimiz yordamida o'sha tabiiy fanlar yo'nalishidagi ustozlarimiz o'sha dars jarayonlarida bulardan ko'nikma hosil qilib, o'sha fanini yanada chuqurroq o'zlashtirishga, o'sha tajribalarni yanada ko'proq ishlash ko'nikmasiga ega bo'ladi shu ochka yordamida. Samarqand viloyat
pedagogika mahorat oshirish markazida amaliy darslarni bajaryapmiz. Dars davomida, mikrodarslar davomida biz amaliy ishlarda har xil o'sha o'quvchilarni qiziqtiradigan yangi metodlarni o'rganyapmiz. Ularga maktabga borib qanday yordam berish, ularni qanday darsga jalb qilish haqida juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Biz bir oy davomida Samarqand viloyatining har bir nuqtasidan kelgan o'qituvchilar bilan birgalikda o'qib, ular bilan fikr almashib, o'zimizning bilimlarimizni, malaka va ko'nikmalarimizni oshirib boryapmiz. Bugungi kunda maktab islohotlariga, ta'lim islohotlariga kelib to'xtaladigan bo'lsak, asosan axborot texnologiya vositalari juda ham ommalashib bormoqda. Biz dars davomida axborot texnologiyalaridan mukammal ravishda foydalandik va ularni o'rganib boryapmiz. Buning uchun o'sha o'qituvchilarimizga juda katta minnatdorlik bildiramiz. Singapur ta'limida o'quvchi mantiqiy fikrlashga, tanqidiy fikrlashga, o'ziga kundalik hayotida paydo bo'ladigan muammolarni mustaqil yechishga qaratilgan ta'lim tizimi hisoblanadi. Biz bir oy davomida o'qituvchilarimiz bilan birga aynan shu 5 modelni ustida mukammal ishladik. Unga aloqador bo'lgan yangi metodlar, yangi qo'llanma va tarqatmalarni yaratishni ham o'rganib o'tdik. Hozirgi bo'lib o'tgan taqdimotimizda biz o'quvchilarga tuproqning kislotalik miqdorini aniqlashni o'rgatib o'tdik. Buning uchun bizga o'sha Samarqand shahrining va Kattaqo'rg'on tumanining tuproqlari kerak bo'ladi. Bunda asosan tuprog'i, osh tuzi va suvdan foydalanamiz. Bu hamma uyda mavjud bo'lgan narsa. Tuproqni kislotalik miqdorini aniqlaganimizda Samarqand shahrining kislotalik miqdori juda ham yuqori chiqdi. Bunga sabab esa har xil zavodlar, mashinalardan chiqayotgan tutunlar bu havoni ifloslantiradi. Aynan mana shu ifloslanishlar natijasida suv tarkibiga qarab tuproqning kislotalik miqdori oshib ketadi. Va bunda o'quvchilarga nima beramiz? O'quvchilar qanday qilib o'sha tuproqning kislotalik miqdorini aniqlagandan keyin nima u yerga solish mumkin, tuproqqa yoki solish mumkin emas, qanday o'simliklarni o'stirish mumkin, unumdorlik qancha bo'lishini o'zlari mustaqil holatda aniqlab oladi va o'zlari qiziqqan holatda har xil viloyatimizning har bir tumanlarida, shaharlardagi tuproqlarni solishtirib ko'rish imkoniyatlariga ega bo'lishadi va o'rganib olishadi. Pedagogik mahorat markazi tomonidan ta'lim sifatini monitoring qilish va tahlil etish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilgan. Kurs tinglovchilarining o'quv natijalari, kasbiy o'sish dinamikasi hamda ta'lim muassasalaridagi amaliy faoliyati muntazam o'rganilib, olingan natijalar asosida o'quv dasturlari takomillashtirib borilmoqda. Bizning markazimizda dastlab biz bir haftalik kurslarni qabul qilas edik. Hozirgi kunda 2025-yil yanvar oyidan boshlab biz bir oylik kurslarni qabul qilib, tinglovchilar bilan bir oy davomida birgalikda yangi metodikalarni o'rgatishga harakat qilyapmiz. Dastlab bu o'qish davomida bizning xonalarda ham masalan faqatgina biz guruhda ishlay olmas edik. Bugungi kunda esa mana qarab turganingizdek xonalardagi jihozlanishlar ham o'zgargan. Har bir kelgan tinglovchimizni biz guruhda o'tkazamiz, guruhda ishlatamiz. Bu yerda ularda turtka ko'nikmalarni rivojlantirish, ularda yangi malakalarni oshirish uchun ko'pgina dars jarayonlarini o'zgartirishlar kiritganmiz. Bular tinglovchilarimiz bir oy davomida o'zlarini metodikalarni oshirish uchun mikrodars va loyiha ishlari ishlab chiqishadi. Har bir ishlagan mikrodarslarida, loyiha ishlarida zamonaviy yondashuvlar asosida darslarni tashkil etyaptilar. Hammamizga ma'lumki, shu biz oxirgi yillarda ko'proq Singapur ta'lim tizimidan yondashib dars o'tyapmiz. Bu yerda biz asosan o'qituvchilarga 5Y modeli bilan 3S+1Y modellari asosida darslarni tashkil qilishni o'rgatib kelmoqdamiz. Xuddi shunday tinglovchilarimiz ham mana shu yerda shu model asosida dars jarayonlarini tashkil etishni o'rganib, o'zlarini maktablariga ko'pgina bilimlarni, ko'nikmalarni, malakalarni olib ketishga harakat qilishyapti. Pedagogik mahorat markaziga malaka oshirish uchun yuborganimda boshida hadiksirashib bo'lgan edi, qanday o'taman deb, lekin kelib bu yerdagi sharoitlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Chunki bir oy davomida men maktabimdagi o'quvchilarim uchun juda ham ko'p bilimlar oldim. Undan tashqari ularda darslarda qo'llash uchun har xil metodlardan foydalandim. Buning uchun ustozlarga rahmat deyman. Amaliy mashg'ulotlarni biz shart-sharoitlar yaxshi ekan, shuning uchun biz bajarib ko'ryapmiz. Borib maktabimga bemalol real holatda o'quvchilarimga aytishim mumkin.
Joriy yilda markaz faoliyatida ilmiy salohiyatni oshirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan bo'lib, kadrlar ilmiy salohiyatini mavjud 24% dan 35% ga yetkazish rejalashtirilmoqda. Bu ko'rsatkichga erishish maqsadida professor o'qituvchilar va xodimlarning ilmiy tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ilmiy ishlarga jalb etish, shuningdek ularning malakasini oshirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'tgan 2025-yil davomida markaz professor o'qituvchilari va xodimlari tomonidan salmoqli ilmiy natijalarga erishildi. Xususan 5 ta ilmiy monografiya nashr etildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan tavsiya etilgan ilmiy jurnallarda, xalqaro hamda respublika miqyosida o'tkazilgan ilmiy amaliy konferensiyalarda jami 165 ta ilmiy maqola chop etildi. Ushbu maqolalar zamonaviy fan yutuqlari, sohadagi dolzarb muammolar va ularning ilmiy yechimlariga bag'ishlangan bo'lib, markazning ilmiy nufuzini oshirishga xizmat qilmoqda. Samarqand viloyat pedagog mahorat markazida faoliyat olib borayotgan professor o'qituvchilar o'zlarini oldiga qo'ygan maqsadlarini, muddaolarini, bor mehrini o'quv jarayonlarida aks ettiradi. Ilmiy salohiyatni rivojlantirish uchun ularning ilmiy maqolalari nafaqat mamlakatimizda, balki xorijiy matbuot nashrlarida ham e'lon qilinib, ilm ahliga havola etib kelinmoqda. Pedagog mahorat markazimizdagi har bir yangiliklar va olib borilayotgan o'z ustidagi ishlash jarayonlari, o'quv jarayonlari tezkorlik va ochiqlik bilan matbuot xizmati tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda, televideniya, radio va boshqa sahifalarda, rasmiy sahifalarda ham e'lon qilib borilmoqda. Bu bilan biz ochiqlikni, shaffoflikni va xalqqa, pedagoglarimizga, ustozlarimizga yaqin ekanligimiz, ularga ko'makchi ekanligimiz va qo'limizdan kelguncha bor kuch-g'ayratimizni sarf etishimizda dalolat beradi. Bundan tashqari ta'lim jarayonlarini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish maqsadida professor o'qituvchi va xodimlar tomonidan 3 ta darslik, 14 ta o'quv qo'llanma, 5 ta elektron o'quv qo'llanma tayyorlanib nashr etildi. Shu bilan birga ta'lim-tarbiya jarayonlarini samarali tashkil etish va o'quv fanlarini chuqur o'zlashtirishga xizmat qiluvchi 27 ta uslubiy qo'llanma hamda 29 ta uslubiy ko'rsatma ishlab chiqildi va amaliyotga joriy etildi. Yuqorida qayd etilgan ishlar markazda ilmiy tadqiqot va ta'lim faoliyatining uzviy bog'liq holda rivojlanayotganini ko'rsatadi. Kelgusida ham ilmiy salohiyatni yanada oshirish, xalqaro ilmiy hamkorlikni kengaytirish va ilmiy mahsulotlar sifatini yuksaltirish orqali markazning nufuzini mustahkamlash rejalashtirilgan. Kelgusida markazda ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish va zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish maqsadida Xitoy Xalq Respublikasining ilg'or ta'lim tajribasi asosida tajriba sinov tariqasida aqlli sinflarni tashkil etish rejalashtirilmoqda. Ushbu loyiha doirasida aqlli doska, aqlli kompyuter hamda boshqa zamonaviy raqamli ta'lim vositalarini markazga olib kelish orqali raqamlashtirilgan va innovatsion dars mashg'ulotlarini tashkil etish ko'zda tutilgan. Aqlli sinflar zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlanib, interaktiv o'qitish usullarini keng joriy etish, ta'lim oluvchilarning bilim olish jarayonida faol ishtirokini ta'minlash hamda ularning mustaqil fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Aqlli doskalar orqali dars materiallarini interaktiv shaklda taqdim etish, video darslar, animatsiyalar va raqamli resurslardan samarali foydalanish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, aqlli kompyuterlar va maxsus ta'lim platformalari yordamida elektron o'quv materiallaridan foydalanish, onlayn nazorat va baholash tizimlarini joriy etish, ta'lim natijalarini tahlil qilish hamda shaxsiylashtirilgan o'qitish modellarini qo'llash imkoni paydo bo'ladi. Bu esa ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, o'quv jarayonini zamon talablariga mos ravishda raqamlashtirishga xizmat qiladi. Mazkur tajriba sinov loyihasi natijalari asosida kelgusida aqlli sinflar faoliyatini markaz miqyosida bosqichma-bosqich joriy etish, shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish rejalashtirilmoqda. Xulosa qilib aytganda, Samarqand viloyati pedagogik mahorat markazi maktabgacha va maktab ta'limi pedagog xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Markaz tomonidan amalga oshirilayotgan tizimli, maqsadli va innovatsion ishlar pedagog kadrlarning kasbiy salohiyatini oshirishga, ta'lim sifatini yaxshilashga hamda yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalashga xizmat qilmoqda.